Bizdagi mavjud bortlarni ko'pchilik adashtiradi. Selenometallический nima uchun va izoterma nima uchunligini. Mana shu videoda selenometallический va furgonni ajratib olsangiz bo'ladi. Bugungi qahramonimiz izotermический Puff Tiger VR texnikamiz bo'ladi. Buni asosan meva-cheva va shunga o'xshash mahsulotlarni, suv va graduslarni saqlab olib boriladigan yuklarni tashish uchun mo'ljallangan texnika bo'lib, asosiy funksiyasidan boshlayman. Bortlari sandwich panel hisoblanib, juda ham bir baquvvat hamda gradusni saqlab beradigan bortlar bilan jihozlangan. Ichki razmerini diqqat bo'ling. Razmerini aytaman, 420 eni, 190 eni va bo'yini tashkil qiladi. 8 santimetrli sandwich panel bilan jihozlangan. Bu keyinchalik agregat o'rnatadigan bo'lsangiz, ref xizmatini ham qilib beradi. Ishlarini qarang, qanaqa chiroyli holatda turibdi. Mehnat qiladigan holatida. Hammadan ham maza joy, yonlarida ham eshiklari bor. 16,5 kamerli balon. Hammadan ham maza qiladigan operatorimiz montajda qo'shib yuboradi. Risor va ramalarini juda ham bir baquvvat ishlangan, yumshoq mashina hisoblanadi. Komfort sizlar uchun va xolasa maksimal sizni ehtiyogingizni qondirish uchun. Nega? Kamera, konditsioner, pechka, monitorlari bilan jihozlangan, multi-roll, tormoz tizimlari, ABS. Juda ham bir yoqadigan holatda. Va xohlasa yengil mashinalardan kerak bo'lsa yumshoqligi ortiqcha. Xo'p, 60 talik benzin boki bor. E'tibor berib qo'yasiz, benzin rasxodlari 13 ta 14 ta grujoniy, ya'ni yuklangan holatdagi rasxod hisoblanadi. Bu menimcha me'yorida. Qanday? Nima deydi, bortning uzunligi va kolesli bazalarini yetarlicha miqdordaligi bu shaharda tor ko'chalaridan yaxshi harakatlanish uchun maksimal qo'l keladi menimcha. Mana shu texnikamizni xarid qilish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Biz sizlarni kutamiz.